erişken. Moş hukukları erkinlik hukuku, bəxit qovuşuş hukuku, hayatlık hukuku, bu hukukları tabiat sana bəgən. Başta ben tam şundak dedi. Biz bu sistemde bir narsa görüp alalayımız ki İngiliz saksollarının mutafakkirlerde bir xil iddivi yiltiz, birli yiltiz, buların fikir qilish usuli, buların tefekkür qilish usuli o'xshash. Belki hukumla kategoriya esasida farklı fikir qilishimiz o'xshash. Bak yuqorida ben tam nima dedim, hayatlık hukuku, qadr qimmat hukuku deganlarni so'zlab keldi o. Mal besat, mal mülk hukuku deganlarni so'zlab del mana. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarning mustaqillik kitobnomasida hayotlik huquqi, erkinlik huquqi va baxt qo'g'ilish huquqi. Shavkat Zokir Apandi Uyg'urlarning mustaqillik kitobnomasi bo'lish kerakmi? Yo'q. Chunki u tabiatdagi millat. O tabiat bilan birga yaralgan, tabiat bilan birga yashab kelayotgan millat. O 1944 yıl 11. ayının 12. 3. günü 12. günü 3. katım Cumhuriyet yakaladı. Şu günden başlayıp Allah yaka tabiat bunu tizimge aldı. Tizimge aldı. Katarga kirgizdi. Onun müstakillik jakarlaş hukuku var. Şundak jakarladı. Lekin onundan bunu tartıp aldı. Zorban güçler tartıp aldı. Çar Rusya'da. Çar Rusya aynı vaxtda tartıb alğan bolsa Yakup Bey'den bu qadam Lenin Stalin Rusiyası tartıb aldı. Tartıb elib bu milletin hukukunu bekar qilib, munqariz qilib Xitoyga qo'shib berdi. 1945-yili. Gördünüz mü? Lekin Uyghur milleti o'rnidan dastur. Shu kundan dasturgan kundan boshlab hesab. Shu kuni mustaqillik jakarlagan kundan boshlab hesab. Bugun Uyghur xalqining davlat qurgan kunini va davlat qurgan tajribalarini, davlat qurgan siyosatlarimizni hammani asli keltiramiz. Tunji bo'lib 1933-yili, tunji bo'lib 1944-yili, tunji bo'lib 1865-yili O'rta Osiyo, bepoyon O'rta Osiyo dalasida davlat qurgan millat bu. Uyg'ur degan. Shavkat Zokir, Can Efendi, bular bugun bu millatni qaysi o'rinda izoblayapsiz, qaysi o'rinda qiynayapsiz, uning jismoniyatini va ruhiyatini qanday azoblayapsiz? Mush huquqlarni kapolatga ega qilish uchun shuning uchunla odamlar o'rtasida hukumat qurilgan deydi. Şunun usulü adamlar o'rtasida hukumat qurilgan deydi. Mustaqillik kitobnomasining 2. qismida Angliya mustamlikchi hukumatining 27 turli jinoyatlari misol keltirilgan. Shuningdek, Amerika mustaqil bo'lishidan bevosita sabablarini aniq ko'rsatgan. Nima uchun mustaqil bo'ladi? Chunki bu yerda 27 xil jinoyat mustamlikchi Angliya, Buyuk Britaniyaning jinoyatlaridir. Şimali Amerika xalqi qabul qilinmaydi. Biz bugun Xitoyning jinoyatlarini hozir boshqani qo'yib turib sanab chiqayli, belalliq tug'ut, yig'ib olish lageri. Mush ikkala misolga olayli. Demak, bu Xitoyning jinoyati. Buni ayni vaqtda Shimoliy Amerika, Britaniyaning jinoyatlarini qabul qilmagandek, bugun Uyg'uristonda Uyg'ur xalqi ham Xitoyning bu jinoyatlarini qabul qilmaydi. Bir yerde Jefferson nima deydi? Mustamlikalarning mustaqil bo'lishi qonunliq. Ala shahrimda. Mana gapning negizi mushadi. Uyg'uriston Xitoyga mustamlik ekan, uning mustaqil davlatini asliga keltirishi qonunliq. Bu qonunga kim qarshi tura oladi? Hozir Jeffersonning buyuk tabiati, buyuk ta'limoti nada? Tabiat bilan shar'iylayotida qonun ne? Mening qo'limdagi qonun bu tabiiy qonunlar. Tabiat qonunlari Tangrining bergan huquqi bilan kelyapti deydi. Buni kim tanqid qila oladi? Buni kim inkor qila oladi? Shu nuqtada nima deydi Jefferson, Thomas Jefferson, bir millatning mustaqil bo'lishi bu qonunliq. Bo'ldi-ku. Bo'ldi-ku. Yana bir talash tartib qildiga ish bor. Demak, Can Efendi siz bu nuqtani e'tirof qila olamsiz? Shavkat Zokir siz bu nuqtani e'tirof qila olamsiz? Cumhuriyet Partiyasi bu nuqtani e'tirof qila olamdi. Mesela Uyg'urlarning mustaqillik
haqqiq ideyasi mustaqil bo'lishi qonunliq. O qurulgan tarixdagi davlatlarning asli keltirishi qonunliq. Mana bu qonun kimning qonuni? Buyuk tabiatning qonuni. Bu qonun kimning qonuni? Takdirning, ilahning qonunidir. Bunun oldida kimsiz Beijing, Jungo, Xitoy, Xinanlik, Sandongloq kimsiz? Kimsiz? Demek bu mustaqillik şundaq qonunliq, şundaq yo'l bo'ladi ekan, yo'lliq bo'ladi ekan, undaqda bu nima? İnsaniyat adolatini hurmat qilganlik. İnsaniyatning adolati mana shu yer. Birov mustaqillik jakarlaydi ekan, shart sharoit to'shidi ekan, yoki shundaq yiltizi bor ekan, shundaq asosi bor ekan, demak bu nima? Butun insoniyatning adolatidir. Siz buni qarshilolmaysiz. Siz hozir Shavkat Zokir nima deysiz? Kichik jinoyat va cho'ng jinoyatga menib ketish ehtimolligini tugutish uchun biz bularni maktablarga yig'ib oldik deydi. Nima degan gap? Jinoyat. Uyg'ur kimning oldida jinoyatchi? Uyg'urning qilg'ini, atgini, haddi harakati kimning oldida jinoyat? Sandongli Xitoyningmi? Jiangsuli Xitoyningmi? Bu nima gap? Uyg'urning haddi harakati, qilg'ini, atgini o'ylaganlari bir Xitoyning oldida jinoyat bo'ldirisi bu nima degan gap? Mustaqillik kitobnomasining 3-qismida rasmiy holda mundaq jakarlagan. Thomas Jefferson Shimoliy Amerikadagi mustamlikalar nomi yo'lliq bir ahvolda erkin, mustaqil qo'shma shtatlarga aylanish kerak deb ko'rsatgan. Ular Angliya podshohligi bilan bo'lgan barliq bevosita qaramliq munosabatlarni uzib tashlash lozim. Yoki bundaq aytganda Shishani bo'g'ib tashlash Uyg'urlar uchun aytganda bizning Xitoy bilan bodikelda nima munosabatimiz bor? Sun'iy holda yasalgan tajovuzchilik bilan boshlangan munosabat. Bugungi siyosat munosabatlari Uyg'ur bilan Xitoyning mustamlika qilish munosabatidir. Uningdan boshqa hech qanday munosabat ya qilg'i to'xtaydigan ya jinga to'xtaydigan munosabat yo'q. Faqat tajovuz qilindi, tajovuzchilik. Tajovuzchilik bilan tajovuz qilinish o'ttirisidagi munosabat. Boshqa munosabat yo'qdir. Bularning hammasi uzib tashlash lozim. Ayni vaqtda Thomas Jefferson dedi, biz bugun hozirgi zamonga Uyg'ur-Xitoy munosabatlariga tatbiq qilsak, albatta shunday bo'ladi. Ularning, ya'ni shtatlarning Angliya podshohlik davlati bilan o'rtadagi barliq siyosiy munosabatlar o'sha kundan boshlab butunlay bekor qilinish lozim. Hozir so'zlab bo'ldim buning mazmunini. Markes mustaqillik kitobnomasiga nihoyat yuqori baho berib mundaq degan. Biz boshda qisqacha dedik. Endi bu yerda nima degan? Eng burun bir ulug' demokratik jamiyat qurilgan joy. Amerika Qo'shma Shtatlari eng burun bir ulug' demokratik jamiyat qurilgan joy. Bu joyda birinchi bo'lib kishilik huquq kitobnomasi e'lon qilindi. Ve birinchi bo'lib 18-asr Yevropa inqilobini ilgari surdi. Anladingizmi? Mustaqillik kitobnomasi, Jeffersonning kishilik huquq kitobnomasi, bayonnomasi, ta'limoti bular amaliy harakatga aylandi Amerika qit'asida, Shimoliy Amerikada shu vaqtda. Demak, Amerikadagi bu faoliyat, bu inqilobiy faoliyatlar Yevropaga ta'sir ko'rsatdi. Hatto Yevropaning 18-asrdagi Yevropa inqilobini ilgari surdi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik kitobnomasining hozirgi holati ham Tibetdagi Uyg'urdek millatlarga ta'sir ko'rsatdi deyli. Shaxsan men mana bu tadqiq qilguvchi, yodlab olgan darajada tadqiq qilguvchi odamman. Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik kitobnomasi cho'ng so'zlaydigan odamman apandilar. Chunki mening nazariyaviy asosim bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik kitobnomasi mening nazariyaviy asosim. Jefferson, Thomas Jefferson men cho'qinadigan tarixiy shaxs. Men cho'qinadigan ta'limotchi. Bu davlat ta'limotchisi. Men mushundaq asosini deymanki, Uyg'ur 3 qatim jamhuriyat qurdi. 3 qatimlik jamhuriyatni asliga keltirishga huquqli millatdir.
Mine bu bayanları Marquez İngiliz umumu toplam 16. tom 20. betten elindi. Mustaqillik kitapnamasının layihasini Jefferson yazgan. Lekin Jefferson'ın kişilik hukuk ideyasi mustaqillik kitapnamasının bazı joylardan olqib ketgan. Bu nima? Bu nima deganlik? Yani onun göz qarashlari ve nazariyaları mustaqillik kitapnamasidagi cheklilikni yengib chiqqan. Thomas Jefferson kişilik hukuk nazariyasi chiqish nuqtasi qilib qor tanlik qullarni elishga, setishga qarshi turgan. Bundan 300 yil burungi bir nafar Amerikalik Thomas Jefferson qor tanlik qullarni elishni setishni chekladi. Ey Cunguluk 21. asırda Uygurlarni 18. asırdaki qora tanliklarga aylantirmoqchi Afrikadan setib olib, Yevropada sotadigan qora tanliklarga aylantirdi. Qora tanliklarning shu vaqtdagi tarixi bugungi Uyg'urlar tarixi bilan o'xshash tarix. Yoki Uyg'urlarning bugungi qismati shu vaqtdagi qora tanliklarga o'xshash. Sen bugun Uyg'urlarni qo'l qilding. Jaza lageri, yig'ilish lagerdan chiqib 250 yuvanga ishlaydigan faqat qo'saq qilib ishlaydigan qo'lga aylantirding ay Cunguluq ay. 21. asrda. Lekin qoni dollarga bulg'unib ketgan. Pulga bulunib ketgan dunyo bir Amerikadan boshqa pulga bulg'angan dunyo hozir 21. asrda sening qilmishlaringga qarab turyapti hey. Qarab turyapti. Demek Jefferson aynı vaqtda qullarni elish va setishga qarshi turgan. Balki kitobnomining dastlabkisi nusxasiga mundaq yozgan. O, yani Angliya podshohligi inson tabiatining o'ziga qarshi rahmsizlik bilan kurash qilyapti. Bugun Xitoy Uyg'urni dushman dedi. Uyg'urning tabiatiga, Uyg'urning inson va odamiygarchilik axloqiga, Uyg'urning jamiyat qurilmishiga, Uyg'urning jamiyat turmushiga, Uyg'urning urfi odati va e'tiqod, diniy e'tiqod tushunchilariga va harakatlariga, Uyg'urning madaniyat aloyidligi va madaniyat qurilmasiga, Uyg'urning oilaviy qurilmasiga, oilaviy, ya'ni oilaviy qarshi intayin mustahkam bo'lgan Uyg'urlarning oilasini parchalash, bozib ketish. Ko'rding, bolasi nerede qaldi? Anası nerede kaldı? Dadası nerede kaldı? Uygur'un birlik, Uygur cemiyetini teşkilleydiğen ailevi birlikte bir çıt kılıp etti. Xitay demek aynı vakta Angliya padişahlığı nemi deydi Thomas Jefferson? İnsan tabiatinin özüge karşı rahmsizlik bilen kuraş kıldı. Bugün 21. asırın 2019 yılda Xitay sen bugün insan tabiatiga, Uygur'un insan tabiatiga rahmsizlik bilen karşı kuraş kılıp atsana. Asabbilik karıştırış. İkiyüzlümçilik karıştırış. Uygur'da ikiyüzlümçilik yok. Uygur'un tabiatında ikiyüzlümlük kılıdığan ahlak yok. Bunun kiliş menbeyi özün. Çünkü sen hukuklu diktatörü şekli aylandırdın. Cemiyetli diktatör ile başkurduğun bir haletke keltirdin. Adamlar otururken münasebetli diktatörü şekli ile bir taraf kılıdığan siyasetle belirledin.